bir sirliq kuch koinotni yaratgan. U bizga tunishdek bilinadi. Biroq u har qanday insonning o'ylaganidimi bek sirliq. Lekin bir talant egisi bu kishini bo'ysundirdi. Tartish kuchi. Oddiy ideya tajribasi ishlatib, Einstein hayron qolarliq bir ishni payqagan. Modda vaqt bilan bo'shliqni shakllantirgan. Tartish kuchini nazardan soqit qilib o'tganda biz vaqt bo'shliq agirligini ishlatamiz. Hozir mening atrofimga bo'shliq qisilib, so'zilyotadi. U buni kengaytirilgan nisbiylik nazariyasi deb atadi. Bir odam o'zi mustaqil tutirgan xizmat bizning koinotga bo'lgan tunishimizni qanday o'zgartirdi? Butun dunyo xarobilik yuzlanganda Einstein aldirash yurdi. U o'zining tafakkurini ishga silib, olamning sirini yashdi. Einsteinning ishki dunyosi hozir Novada qo'yildi. Tartish kuchi. Tabiatdagi eng tunish, biroq eng sirliq bo'lgan kuch. 100 yil burun Einstein odamni hayajonga soladigan bir ishni payqagan. Bizning nazarimizga tartish kuchi amaliyotda bo'shliq bilan vaqtning ishtirishi va tartishi. U o'zining bu o'yini kengaytirilgan nisbiylik nazariyasi deb atagan. Bu balkim mustaqil o'ylab chiqqan eng qaltis tabiat nazariyasi bo'lishi mumkin. Kengaytirilgan nisbiylik nazariyasi eng ulug' fan texnik nazariyalarining biri. Bu bo'shliq, vaqt ham tortish kuchining nazariyasi. Bir matematikalik tushuntirishda buningdan olim bo'shliq to'g'risida eng ko'p tushunchaga ega bo'g'il bo'ladi. U bek sirliq. Faqat hozirla eng dastlab e'lon qilinib bir asrdan keyin bizda Einsteinning ulug' nazariyasining nuqtasini tadqiq qiladigan texnika bor bo'ldi. Planetlar orasidagi radiosi eng cho'ng qora o'nkir vaqt bo'shlig'ining tartish kuchi to'lqinini buraydi. Butun olam bo'shlig'ining taraqqiyoti, mushundoq ko'p narsalarni tushuntirib bera oladigan nazariya uning kallasiga qanday kelgan? Einsteinning bek ko'p talanti bor. U qiyinchilik darajasi yuqori bo'lgan masalalarga taqobil tura oladi. Uni ko'rish sizimi obrazga aylantira oladi. Ya'ni tafakkur tajribasi. U tuyuqsizlik his qildi. Bu asli mushundoq ish ekan. Abstrakt jo'ylashlarning hammasi amaliyotning to'g'ri nazariyasi. Einsteinning kallasini shundaqla kengaytirilgan nisbiylik nazariyasini cho'nqur tushunish uchun biz uning muhim bo'sish asligan tajribasiga ergashdik. Uning balaliq chog'larida tafakkur shakllangan. Einstein Germaniyaning janubidagi Myunxenda cho'ng bo'lgan. Uning o'zgacha xarakteri baldurla ifodalanishga boshlagan. Nurg'ulg'an ulug' kashfiyotchilarga o'xshash Einstein qarshi turg'uchi, yolg'iz odam edi. Uning qiziqishi kuchli edi. Uning tilibak osti chiqqan. Ostilig'idan ota-onasi doktordan maslahat so'ragan. U keyin balkim bu mening nima uchun ko'rish sizmi tafakkur tajribasi bilan o'ylandig'inimning sababi bo'lsa kerak dedi. Uning singlisi uning qart bilan munar yasaganligini esladi. U noiti joyil xiyolparas. Einsteinning dadisi Hermann elektron asbobi yasagan. U bolasining fan texnikaga bo'lgan qiziqishini yetildirgan. Bir qitim u bolasiga bir kompasni bergan. Kichigimizda kompasni olganda noyil xushal bo'ladiganimiz hammamizning esida bo'lishi mumkin. Qaranglar, ko'rsatkich shimolni ko'rsatyotidi. Biroq keyin bizning diqqatimiz boshqa narsaga yo'tkiladi. Masalan, qara bir o'lik chashqon bor ekan.
Biroq Eynshteyn bu kompasni olganda natija yaratdi. Garchi hech qanday narsa tegmagan bo'lsa-mu, narsalarning qanday qilib kuchning ta'sirida yo'tkilishi. Yosh vaqtida u tabiat qonuniyatini bilishga qiziqadi. Fizika dunyosi to'g'risida o'zgacha tafakkur usulini shakllantirdi. Uning ilhomi yaxshi ko'rib o'qiydigan kitobidan keladi. Eynshteyn yaxshi ko'radigan bu kitobda olam bo'shligi sayohati yoki to'ksimidan o'tganda qandoq bo'ladi deganda kichik hikoyalar so'zlangan. U Eynshteynni obrazlashtirgan tafakkur qilishga undaydi. Bu tasavvur qilgan ahvollar biz davomli deydigan tafakkur tajribasi Eynshteynning tafakkur aloyitligi bo'ldi. Uning ichidagi bir muhim tafakkur tajribasi bo'lsa, Eynshteyn yosh vaqtlarida, ya'ni 16 yosh vaqtlarida o'ynashni yaxshi ko'radi. Nur to'lqiniga o'dil kelib qolsa, qandoq ish yuz berdi deganni tasavvur qiladi. Nur to'lqini qarmoqqa mumkin bo'lmaydigan tezlikda o'tadi. Biroq u bir amal qilib eng tez suratda o'zini ish tarsichi. Bu chaqda u nimani ko'rdi? Men ansizlik ichida mangdim, olqinimdan ter chiqib ketdi dedi. 16 yosh vaqtimizda olqinimizdan ter chiqishga nima sababchi bo'ladiganligi balki hammamizning esida bo'lishi mumkin. Bu hargiz nur ta'siridan emas. Bu dal Eynshteynning aloyidligi. Bu xil nurning